Hammaga salom do'stlar. Xo'sh, bugungi videomizda sizlar bilan juda ham ajoyib video bo'ladi. Bugun Haalandga qarshi hamma o'yinchilarim penaltilashadi. Qani bo'lmasam ketdik. Menda eng yaxshi penalti tepadigan bu Haaland, shuning uchun Haalandga qarshi qildim. Bo'lmasam boshladik. Alissondan boshlaymiz. Jami kim 5 bo'lgancha. Qani bo'lmasam ketdik. Alisson 1-0. Erling Haaland 1-0. Alisson yaxshi. Alisson Prime 2-0. Yaxshi Alisson 3-0. Erling Haaland 3-0 ketyapti bola. 3-1. Alisson 4-1. 4-2. Bitta gol va Alisson g'olib. Bu gol. Bu safe. 4-3. Yaxshi. Besh uch. O'yin tugadi. Albatta Alisson g'olib chiqdi. Endi esa shtrafni tepamiz. Qani qaysi o'yinchi yaxshi ura olar ekan? Boshladik. Erling Haaland gol emas. Kim bitta gol urgancha? Endi Alisson darvozabondan boshlayapmiz-da. Xushmadi. Xo'sh. Erling Haaland ajoyib save. Alisson yo'q. Haalandga yaxshi vaziyat. Haaland yaxshi. Alisson ajoyib. Haaland gol uradimi? Yo'q. Alissonga yaxshigina vaziyat. Do'stlar. Erling Haaland bilan o'rnib ko'ramiz. Yaxshi, yomon emas. Endi Alisson. Atiga bitta gol uchun shuncha harakat. Alisson ajoyib debdi lekin. Erling Haaland menimcha bu yerdan urmaydi. Yaxshi. Keyingi videolarda ham, keyingi qismlarda ham boshqa o'yinchilar bilan shtraf va penaltida Erling Haaland bilan bellashtiraman. Haaland menimcha gol emas. Alissondan zarba. Bitta gol uchun shuncha harakat. Haalandga normalniy vaziyat. Va yo'q. Alisson bilmadim. Shtrafnoyda ham yutsa, Erling Haaland lekin bilmadim. Penaltida yutdi. Erling Haaland yo'q. Alisson o'xshamayapti. Nimagadir. Haaland
Alisonga golli vaziyat. Bermadi. Endi Erling Haaland ursa lekin bilmadim meni. Urolmayapti Haaland ham. Endi Alisonga yaxshi vaziyat. Va yo'q. Video cho'zilib ketadimi deyman. Bitta gol uchun. Haaland yaxshamadi. Alisson bilmadim, lekin bu yerdan ham urolmasa Erling Haaland. Bilmadim. Erling Haaland Alissondan ajoyib seyv. Alisson yo'q. Bitta gol ura olmayapmiz do'stlar. Yo'q. Alisson yo'q. Erling Haaland. Vay! Ajoyib. Va Alisson yaxshamadi. Erling Haaland. Zarba va gol do'stlar. Alisson ana shuni ursa bo'lmasa yo'q. O'yinimiz tugadi do'stlar. Ko'rdingiz, Erling Haaland ajoyib tarzda gol urdi. Oxirida penaltida 5-3 hisobda Alisson yutdi. Shtrafnoyda esa 1-0 hisobga Erling Haaland yutdi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Keyingi videoda Gabrielga qarshi Erling Haaland bo'ladi. Sizlar bilan Delisi Komilov bo'ldi. Xayr.